Balqın viloyatini o'tkazib turgan bulut havo bo'lib, kunning o'rdan sekundda 8-13 metrga yetgan shimol yukser. Havo gijasini 0 dan 5 gradus şellimayır. Gündüzüne 7-12 gradus. Kenarki taraflarına olsa 4-9 gradus mayıl bolar. Ahal viloyatini o'tkazib turgan bulut havo bo'lib, kim yağış yağar, ümrül bol mümkün. Demirada kunning o'rdan sekundda 8-13 metrga yetgan shimol yukser. Havo gijasini 2 gradus sovuqdan 3 gradus şellimayır. Gündüzüne 5-10 gradus mayıl bolar. Mara viloyatini o'tkazib turgan bulut havo bo'lib, kim yağış yağar. Demirada kunning o'rdan sekundda 7-12 metrga yetgan shimol yukser. Havo gijasini 2 gradus sovuqdan 3 gradus şellimayır. Gündüzüne 6-11 gradus mayıl bolar. Levap viloyatini o'tkazib turgan bulut havo bo'lib, Demirada kunning o'rdan sekundda 7-12 metrga yetgan shimol yukser. Havo gijasini 4 gradus sovuqdan 1 gradus şellimayır. Gündüzüne 7-12 gradus. Demirada etraflarına olsa 1-6 gradus mayıl bolar. Daşovdu viloyatini o'tkazib turgan bulut havo bo'lib, Demirada kunning o'rdan sekundda 8-13 metrga yetgan shimol yukser. Havo gijasini 3-8 gradus sovuq, gündüzüne 4 gradus sovuqdan 1 gradus şellimayır bolar. Paytahtymyz Aşgabatda o'tkazib turgan bulut havo bo'lib, ümrli bol mümkün. Demirada kunning o'rdan sekundda 9-11 metrga yetgan shimol yukser. Havo gijasini 1-3 gradus, gündüzüne 6-8 gradus mayıl bolar. Yurdumuz boyunca dekabr ayının 3-nü magnit hadisasının durnukli ýagdaýda saklanmany arşylýar.